To'g'ri. O'zimga ham mana kecha bitta ayol telefon qildilar. 2 yosh bolalari, qo'llarida yosh bolalari yana bor ekan, ketma-ket tug'ilgan. Bolam polniy televizorda katta bo'ldi. Bolam gapirmayapti, deyaptilar. Uyga qarindoshlarim keluvdi, 10 tacha bola solishtiryapman, bolam qo'shilmayapti ularga, deyaptilar. O'sha kommunikatsiya buzilgan bolada. Anaqa qilmayapti-da. U boshqa bolalarni tushunmayapti. Yugurib o'ynamayapti, harakat qilmayapti. Stolga o'tkazib qo'yaman, zalda televizor yoqib qo'yaman, deyaptilar. Mana shu holatni endi meditsina tomonidan tushuntiraman. Ya'ni ko'rish, ya'ni televizorga faqat ko'rdi yoki telefonda o'tiribdi. Bunda miyada nima yuz beradi? Ya'ni faqat ko'ruv zonasi mana qizil bilan belgilangan. Ko'ryapsiz-da, qayerda joylashgan va ongi nutqlar qayerda joylashgan. Faqat ko'ruv zonasi ishlaydi, aktivlashadi. Chunki faqat ko'ruv bo'lyapti. Faqat ko'ruv zonasi aktivlashadi. Buni natijasida nima bo'ladi? Mana bu yerda hosil bo'lishi kerak bo'lgan neyronal aloqalar ulanmay qolib ketadi. Ya'ni rivojlanmay qolib ketadi. O'sha keraklicha neyronal aloqalar paydo bo'lmasdan yoki siyrakligicha qolib ketadi. Shuning uchun ishlanmasdan ya'ni peshona bo'limi limbik sistema bilan aloqa qilish kerak. Ya'ni limbik sistema bizani emotsiyalarimizga qo'rquv, quvonch, har xil xafa bo'lish, xursand bo'lish, yig'lash, mana shu emotsiyalarga javob beradi. Ya'ni buni biz onadan ko'ramiz. Ya'ni onadan yoki atrofdagilardan. Faqat televizor ko'rgan bola emotsiyalarni tushunmaydi. Mana sizga rasm bitta belgisi. Ya'ni urushganingizni bilmaydi, xursand bo'lganingizni bilmaydi. Ya'ni o'sha va logikasi bilan ulanmay qolib ketgani uchun mana shunaqa fikrlay olmaydi. Yangi ko'nikmalarni o'zlashtira olmaydi. Yangi ko'nikmalarni, ya'ni bir tomonlama miya rivojlanadi, qolgan bo'limlar mana ko'rasiz bitta nima svязь, mana vernika zonasi bilan motor brok zonasi mana shunday aloqalarga ega bo'lish kerak. Bu bittasi ko'rsatilgan. Bular juda ko'p, milliardlab aloqalar paydo bo'lish kerak. Mana shunday siyrakligicha qolib ketadi va afsuski insonga xos bo'lgan ko'nikmalar rivojlanmaydi. Buni mana shu slaydda cho'tka tushuntirish mumkin. Va sabablarini demak ko'rib chiqdik. Yana savollaringiz bo'lsa, mana kecha shu aytganimdek bitta ayol telefon qildilar, qizim bilan shunaqa nevropatologga olib borganlar. Nevropatolog ham taniyman, nevropatologga ham deb olib borganman, tekstinida ko'rsatdim. Qizingizni xarakteri shunaqa deb aytdilar, deyaptilar. Lekin yo'q dedim, siz chuqur tekshiring dedim. Men sizni nomeringizni berdim, qilmadilar. qilgan bo'lishi mumkin. Endi mutaxassislarga kelamiz. Ya'ni afsuski har xil holatlar, hattoki logopedlar orasida ham baribir gapirmasa birinchi sizlarga murojaat qilishadi va ayrim logopedlarni eshitganman, voy bir 2 yoshdan olmayman, yana 5 yoshda keling, 4 yoshda keling. Xuddi shunday nevrologlar orasida ham, ya'ni institutni tugatgandan keyin, diplom, masalan, media institut diplomini olgandan keyin rivojlanish faqat shifokorning o'ziga bog'liq bo'ladi. Ya'ni o'sha studentlikda bakalavrda olgan bilimlar bilan ishlayotgan vrachlar, o'zimning ham tanishlarim bor va o'z ustida ishlayotgan, ya'ni til o'rganib, boshqa yangiliklarni har doim o'sha statiyalarni o'qiydigan, o'zini o'qishiga pul sarflaydigan vrachlar, mutaxassislar bor va oddiy o'sha eski bilimlar bilan ishlayotgan afsuski bor bunaqa shifokorlar. Men inkor qilmayman, chunki o'z ustida ishlash bu pul va vaqtni talab qiladi. Ya'ni chet elda o'qib kelish yoki o'sha eng kuchli spikerlarning darslarini sotib olishga ham albatta shifokor o'zi rivojlanishi kerak va buni muhimligini tushunib yetishi kerak. Shunga o'xshab, agar shifokor, nevrolog 2 yoshda, 3 yoshda gapirmagan bolani o'zini xarakteri, bu psixologik holat yoki 5 yoshda gapiradi, keyin kelasiz desa, bu juda katta xato va bu bilimsiz shifokor ekanligini bildiradi. Chunki nutq ham xuddi harakatdek o'z rivojlanish bosqichlariga ega va o'sha rivojlanishdan orqada qolayotgan bolani 1 yoshgacha ham aniqlash mumkin. Buni o'zini etaplarini bilgan shifokor hech qachon, masalan, 1 yoshda so'z
so'zlari yo'q, aloqa yo'q, ya'ni kontakt yo'q, bola buyruqlarni bajarmayapti, 1 yoshda уже diagnoz qo'yish mumkin. Bu kasallik bola hisoblanadi. chaynamayapti deyaptilar-da, oyisi blenderda narsa yeydi. Shu ham уже katta belgi-da, Katta belgi doktor uchun chunki, masalan. doktor Voy, uchun. boring tekshirtiring dedim. Bu yaxshilab tekshirish kerak dedim. Buni Chaynamayotgani. agar chaynamayotgan bolalarni biz MRTga jo'natamiz, chunki chaynov uchun o'sha chaynash mushaklariga, tilga signal beradigan, o'sha informatsiyani olib keladigan ma'lum bir neyronlar yadrolari, даже neyronlar o'tkazuvchi yo'llar javob beradi va ma'lum kasalliklarni klinik belgisi hisoblanadi. Va bu klinik belgilarga ega bo'lmagan shifokor albatta diagnoz qo'ya olmaydi. Ya'ni zadержкani 1 yoshgacha ham aniqlash mumkin. Va eng oxirgi nuqtasi bu 1 yosh. 1 yoshda уже aniq bo'ladi. Mayli 2 yoshda ham davolatsa, уже davolatish bosqichlari ma'lum yoshgacha. Nega 2 yoshgacha eng uzoq nuqtasi gapirmayotgan bolalarni masalan bizga 1 yoshdan hech qachon olib kelishmaydi, 2 yoshda olib kelishadi. Va so'zlari chiqmayapti. Unda ham logopedlarga olib borishadi. Ya'ni xalqimizda tibbiy bilimiga ko'ra kimdir birinchi nevrologga tushadi, olib boradi, kimdir logopedga olib boradi. Shu joyingizda aytib ketdik, ko'p hollarda bizga kelishadi, to'g'ri. Bilishmaydiki, bolani ko'rmaydi-ku bosh miyasida qanaqa rivojlanish bo'layotganini. Gapirmayapti, logopedga olib borsam gapirib ketadi degan tushuncha noto'g'ri. Birinchi navbatda masalan, men hali bolani ko'rmasimdan nevrologga olib borsin, keyin kelishsin deb aytaman. Mana shunaqa yo'l tutishligini men ham taklif qilardim. Bolani ota-onasiga tushuntira olishimiz kerak. Nimaga nevrologga? Kasal emas-ku bolam deyshadi-da. Da, oyoq qo'li sog'lom, u sog'lom deb tushunishadi, lekin xuddi masalan 2 yoshgacha yurmagan bolani qanaqa vahima qilamiz biz? Yo'q, yurmayapti, demak kasal deb. Xuddi shunday 2 yoshgacha gapirmagan bolani ham xuddi yurmagan boladek vahima qilishimiz kerak. Ya'ni chunki harakat zonalari, mana harakat zonalari, motorniy zona, mana bu yerda zararlanish bo'lsa, yurmaydi bola. Demak biz vahima qilamiz. Nega mana bu yerlar zararlanish bo'lganda gapirmayapti bola, nega vahima qilmasligimiz kerak? Albatta ota-onaga tushuntirish kerak. Demak, mana bu Wernicke blok zonalarining rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan faktor bor. Bu bo'lishi mumkin, yetilmaslik bo'lishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin, sudrashka o'choqlari bo'lishi mumkin bu yerda. Bu bo'lishi mumkin, gipoksiya o'tkazgan bo'lishi mumkin shu sohalarda. Juda ko'p kasalliklar olib keladi. Ya'ni o'sha o'z vaqtida ham medikamentoz, ham nevrologik, ham yana qo'shimcha metodikalar davolamasdan, tekshirmasdan, ya'ni o'zi ma'lum tekshiruvlari bor, o'sha miya zonalarini tekshiradigan elektroensefalografiya deymiz, MRT deymiz, agar chuqurroq tekshirilish kerak bo'lsa, ayrim bolalarda kerak bo'ladi, buni vrach aniqlaydi albatta. Va shu tekshiruvlarsiz sizning lecheniyangiz, ya'ni korreksion ishlar ko'rinmaydi va bola uchun, bolani kelajagi uchun juda ham xavfli hisoblanadi. Nima uchun? Chunki bitta primer bilan, ya'ni misol bilan tushuntiraman. Menga 6 yoshda bir qizchani olib kelishdi. Ya'ni bunda nutqi, so'z boyligi kam va aqliy rivojlanishi orqada. Ya'ni maktab fanlarini umuman qabul qila olmayapti. Hattoki so'z boyligi ham kam. Keyin biz albatta kasallik tarixini o'rganib chiqamiz. Ya'ni nima qilding, qayerga borgansan? Men 2 yoshdan logopedga boraman. 2 yoshdan so'zlari kam edi, chiqmagan edi. 2 yoshdan logopedga olib boraman dedi. Logopedda shug'ullanib kelyapmiz-da. Ozgina paydo bo'lyapti, lekin shug'ullanmay qo'ysak yana orqaga ketib qoladi bola dedi. Logoped sizga boring dedimi shifokorga desa, yo'q dedi. Biz o'zimiz qarab beramiz, o'zimiz qilamiz deb aytdi bizdan. 6 yoshgacha bolani olib kelgan. Va bu bolani tekshirganda EEGda stoyki sudrajniy achaklar, epi achaklar aniqlandi va bola shuncha vaqtini yo'qotib qo'ydi. Tushunyapsizmi? Siz bu bolani kelajagini уже mana shu bilimsiz inson yo'q qildi degani, ya'ni hozir vaqti, ya'ni miyani davolaydigan ma'lum vaqti bo'ladi va bu 3 yoshgacha, afsuski. Bizning xalqimizda nima bor? 3 yoshdan keyin ham davolatishmaydi kerak bo'lsa. Lekin 3 yoshgacha davolatilsa, tengdoshlariga yetib olish ehtimoli bo'ladi. 5 yoshdan keyin buni mutlaqo iloji yo'q, afsuski. Chunki mielin tolalari mana shu ko'rsatgan mana shu mielin tolalari va akson dendritlarning o'sish davri 3 yoshgacha va undan keyin mielizatsiya jarayoni sekinlashadi, juda ham sekinlashadi va biz qisman natija olishimiz mumkin. To'liq natija olinmaydi va bunday bolalar afsuski nimaga spets maktablarga o'qishga majbur bo'ladi.
Shuning uchun judayam e'tibor berishlaringizni tavsiya qilaman, chunki To'g'ri. buni kelajagi agar diniy tarafdan olganda gunohi ham bo'ladi bu. Har qanday holatda ham baribir nevrolog ko'rish kerakda bolani, mutaxassis. Faqat biz baribir pedagogmiz, pedagogik yondashamiz. Lekin har qanday holat, shubhalangan har qanday holatda ham nevrologga yubora olishimiz kerak. Hamma nevrologik simptomlar, kasalliklar tashqaridan bilinmaydi. Ya'ni og'ir nevrologik zararlanishlar ko'rinadi va bular kichkinalikdan bilinadi, lekin kichik o'zgarishlar afsuski jismonan sog'lom bo'lishi mumkin, lekin nutq zonalarida, o'sha tushunish zonalarida, o'sha aql zonalarida ma'lum kasalliklar bo'lishi mumkin va bu kasalliklarni o'z mutaxassisi aniqlaydi va qisqacha kasalliklar haqida ham gapirib o'taman. Ya'ni ko'p kelishadi, man cherpnoyi bor edi bolamni, cherpnoy davleniyasi bor edi, ya'ni biza chaqaloqligida og'ir tug'ilgan, biza davolanganmiz. Mana shu proseslarda ham ya'ni miyani yetilish jarayonlari sal sekin bo'ladi. Shunda o'sha biz nevrologlar o'sha diagnoz qo'yib, o'sha miyani yetilish prosesslariga, o'sha miyani o'sish prosesslariga, oziqlanish prosesslariga yordam beradigan davolash chora-tadbirlarini qilganimizda o'sha kompleksniy reabilitatsiya men albatta yuboraman logopedga. Ya'ni endi mana men miyani tayyorlab berdim informatsiya olishga, endi bemalol o'sha informatsiyalarni olishingiz, shug'ullanishingiz mumkin. Bu yerda eng ko'p uchraydigan kasallikni ko'rsatib o'taman. Bu gidrotsefaliya kasalligi. Bu har xil darajada bo'lishi mumkin. Kimdadir boshda suvi kamroq yoki ko'proq, kimdadir slishkom ko'p bo'lishi mumkin. Bosh tuzilishi ham o'zgargan. Da, unda slishkom katta, kichkinalari uncha bosh tuzilishi o'sha o'zgarmagan bo'ladi, lekin ko'pincha ko'ramiz bosh katta, peshonalar bo'rtgan, dalixitsefalniy miya tuzilishlari bo'lishi mumkin. Ya'ni hammasida ham bosh katta bo'lmaydi. Ya'ni bu normada o'sha suvi norma bo'lgan miya va gidrotsefal bolani miyasi. Ya'ni bunday holatda albatta gidrotsefaliyani har xil darajasiga ko'ra o'sha miya to'qimalarini ezishi, o'sha suv bilan o'sha ezilishi oqibatida rivojlanishi kechikadi. Masalan, 1 yoshgacha bo'lganda keyin to'xtagan bu proses, kompensatsiyaga o'tib bo'lgan va dalshi bu miyani o'sha gidrotsefaliya yoki suvi ko'p bo'lgan miya rivojlanish prosesslari ham kechikishi mumkin. Bunday holatda ham bu kasalliklar haqida bilish kerak bo'ladi. Sabablari o'sha aytib o'tgan hozirgi sabablarni ko'pchiligi olib keladi. Yana o'sha kasallikka o'sha nutq aql rivojlanishini kechikishiga olib keladigan yana bir kasallik sababini aytish esimdan chiqdi. Bu epileptik ensefalopatiyalar. Ya'ni bolada hech qachon sudrash ota-ona ko'rmaydi, hech qanaqa qimirlashlar, qaltirashlar yoki o'sha sudrag'ini belgilari ko'rinmaydi, lekin miyada bu jarayon kechadi. Afsuski bunaqa diagnoz bor. Ya'ni miyani o'zida bo'ladi, tashqaridan namoyon qilmaydi. Ko'pincha uxlaganda o'tib ketadi. Даже ota-ona sezmaydi ham uxla. O'shaning uchun ham biz tekshiruvni albatta uyquda tekshiramiz. Men gapirmaydigan bola keldimi, faqat uyquda. Kechqurungi uyqumi yo kunduzgi? Kunduzgi uyqusi bo'ladi, lekin uxlash prosessi bo'lishi kerak. Ya'ni uyqu fazalarini registratsiya qilish kerak bo'ladi. Kunduzgi uyqu ham bo'ladi. Kunduzgi uyqu ham bo'ladi. Endi bolani ahvoliga qarab, lekin 7 yoshgacha bolalarda albatta uyquda tekshirish kerak bo'ladi. 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni. Ko'pincha bu tekshiruvni ham noto'g'ri o'tkazishadi. Telefon berib qo'yib o'tkazishadi-ku, shu to'g'rimi? Jim o'tirib bersa bo'ldi deyishadi-da, telefon berib o'tkazishadi. Chunki miya ishlayapti. Uni tinch holda uyquda chiqadi ko'pincha muammolar. Hurmatli logopedlar, EEGni agar 5 minut o'tkazgan bo'lsa, ota-onadan so'rang. Ya'ni EEG tekshiruvini 5 minut o'tkazgan bo'lsa, 10 minut o'tkazgan bo'lsa, даже 15-20 minutlik ham informatsiya bera olmaydi. Va eng katta xatolardan biri dori ichirib uxlatib tushirishadi, ya'ni finibut berishadi, diazolin berishadi, analgin dimidrol qilishadi. Bunday holatda miya sun'iy uxlatiladi va hech qanaqa ma'lumot bermaydi. Mana shunaqa o'zim gapingiz bo'ldim, praktikamda ko'rdim, shunaqa uxlatib tushirishgan, lecheniya bola noto'g'ri olib yurgan, maktabga chiqqunicha noto'g'ri lecheniya olib yurgan, keyin mana 7 yoshga to'lar, 6 yoshida aniqlashgan bolada mamati bo'yinlarida buzilish bo'lgan ekan. Ularda achak qo'sitgan, mana shunaqa edi. Sudragich achagi bor, lecheniya olib yurishgan.